بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الله سبحانه وتعالى Muhammad alayhissalomni oxirgi payg'ambar qilib jo'natdi. Bunga Makka mushriklari, ahli kitoblarning Yahud va Nasorolari, xususan Yahudlar, ahli kitoblar o'zlari intizorlik bilan kutgan payg'ambar edilar. Ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'tgan muqaddas kitoblarda xabarini Alloh subhanahu va taolo tarafidan eshitib bilishgan edida intizorlik bilan kutishardi. Lekin ular o'zimizdan chiqadi deb o'ylashardi. Allohning fazlini faqat bizga deb cheklab tushunishardi. Alloh taolo Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib jo'natgan vaqtda ular ajablanib, u kishining sha'nlarida har xil bir tuhmatlarni qilishdiki, dunyoda hech bir Alloh taolo bir payg'ambar jo'natmagan u, bu qanday bu yangilik degandek kutib olishgan edi. Lekin payg'ambarlar karvoni Odam alayhissalom, ya'ni Abul Bashar, birinchi insoniyatning otasi bo'lgan Odam alayhissalomdan tortib payg'ambar to'xtamay kelardi. Ba'zi payg'ambarlar qarindoshlarning o'ziga cheklangan edi. Ba'zi payg'ambarlar bir xalqlarning o'ziga cheklangan edi. Ba'zi payg'ambarlar bir shaharga edi. Ba'zi payg'ambarlar bir qit'aga edi. Ba'zi payg'ambarlar bir necha qit'aga edi. Va ba'zi payg'ambarlar yer kurrasiga bo'lsa ham shu davrning o'ziga xos edi. Oxirgi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam umum insoniyatga payg'ambar bo'ldilar. Shu davrda va hamda qiyomatgacha bo'lgan umum bashariyatga payg'ambar qilib jo'natildilar va shu bilan payg'ambarlik risolatning oxirgi muhri bosildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin payg'ambar yo'q. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga biz sizga vahiy qildik. Bu vahiy qilishligimizga odamlar ajablanishyapti. Lekin bu ajablanadigan narsa emas. O'tgan payg'ambarlarga ham bir vahiy qilganmiz. Nuh alayhissalomga va u kishidan keyingi payg'ambarlarga biz vahiy qilganmiz. Nuh alayhissalomning zikr qilinishligining vallohu a'lam sababi shu bo'lsa kerakki, insoniyat Nuh alayhissalomgacha bo'lgan insoniyat bir yer kurrasida yo'qolib ketdi. Bu kishi ikkinchi odam hisoblanadilar. Bu kishiga iymon keltirgan kishilar va insonlar, ya'ni
shu kemada saqlanib qolishdilarda, shular keyingi bashariyatning Alloh subhanahu va taolo tarafidan urug'i qilib tanlandi. Shu kishidan insoniyat vujudga keldi. Shuning uchun Nuh alayhissalomga bo'lgan boshlanishlikni Nuh alayhissalomdan deb go'yoki zikr qilinadi Qur'oni Karimda. Nuh alayhissalomga vahiy qilganmiz, u kishidan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilganmiz. Ibrohim alayhissalomga vahiy qildik, payg'ambar qilib jo'natdik. U kishining o'g'illari Ismoil alayhissalomga, Ishoq alayhissalomga, Yaqub alayhissalomga, Asbot va Iso va Ayyub, Yunus, Harun, Sulaymon alayhissalomlarga biz vahiy qilganimizdek sizga vahiy qildik. Davud alayhissalomga Zaburni berdik. Zabur Alloh subhanahu va taolo jo'natgan ko'p muqaddas kitoblarning ichidagi 4 ta asosiy muqaddas kitobning bittasi hisoblanadi. Bundan tashqari bir necha payg'ambarlar jo'natdimki deydi Alloh taolo, bularning ba'zilarini biz sizga qissa qilib berdik. Shunday payg'ambarlar ham jo'natdikki, ularni sizga qissa qilib bermadik. Qur'oni Karimda zikr qilingan payg'ambarlar faqat butun olamdagi hamma jo'natilgan payg'ambarlarning nomi emas, birodarlar. Ya'ni undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qissa qilib aytib berilmagan payg'ambarlar ham bor. Biz shuni bilamizki, payg'ambarlarning avvali Odam alayhissalom va oxiri Muhammad alayhissalom, shuning o'rtasida Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar jo'natdiki, biz ularning adadini bilmaymiz. Ba'zilarini Alloh subhanahu va taolo qissa qilib berdi Qur'oni Karim vositasi bilan, ba'zilarini qissa qilib bermadi. Shuning uchun adadini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi deb shu kalimada to'xtaymiz. Va kallamallohu Musa taklima. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga o'zini kalom sifati bilan gapirdi. Biz qanday gapirdi, qaysi uslubda gapirdi, buni kayfiyatini bilmaymiz. Shuni bilamizki, Alloh subhanahu va taolo bevosita Musa alayhissalomga gapirishlikni iroda qildi va gapirdi. Payg'ambarlarning vazifalarini bayon qilinyapti. Payg'ambarlar mubashirin, Allohning hukmini olib kelishadilar. Allohning hukmiga itoat qilgan kishilarning jannat bashoratini berishadilar. Ular dunyoviy martabani va'da qilishmaydilar. Ular biror bir oldilardagi moddiy narsalarni va'da qilishmaydilar. Ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan va'dani va'da qilishadilar. U va'da jannat edi. Va munzirin, ular ogohlantiruvchidir. Kim Allohning hukmiga itoat qilmasa, Alloh subhanahu va taolo itoat qilganlarni ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan xursandlik bilan xursand qilganga o'xshagan, itoat qilmaganlarning ham ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan qattiq azoblar bilan azoblaydi. Ogohlantiruvchidir. Ular itoat qilganlarga xursandlik xabarini olib keluvchi, ular itoat qilmaganlarga do'zax bilan ogohlantiruvchidir. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan aqidani biror bir kishini majbur qilib olib kirmadi. Din dushmanlari bizlarga islom o'zining aqidasini majbur qilib olib kirdi deb har xil tuhmatlarni yog'dirishadi. Lekin islom aqida erkinligini e'lon qiladi. Bu aqida xohlagan mo'min bo'lib jannatga kirsin deydi. Xohlagan kofir bo'lib do'zaxga kirsin deydi. Ammo shu e'lonni yo'lini to'sayotgan kishilarga jihad e'lon qiladi. Islom biror bir kishi tarafidan tuzilgan yo'l emas. Alloh subhanahu va taolo tarafidan yuborilgan pokiza ulug' zot bo'lgan payg'ambarlar tarafidan olib kelindi. Bular aqida erkinligini e'lon qilishdi.
aqida erkinligini, islomni e'lon qilgan vaqtda xalqlarning bu haqni eshitib yo'lga kirib qolishligidan tashvish qilgan, o'zlarining kursilaridan qo'rqqan, moddiy boyliklarning qo'ldan ketishligidan qo'rqqan soxta insonlar bularga qarshi chiqishdi. Islom o'zining jihodini ularga e'lon qildi. Doim islom o'zining aqida erkinligini e'lon qiladi. Bundan murod jihod masalan islomdagi asli qiyomatgacha davom etuvchi amaldir. Bu amal aqida erkinligini e'lon qiladi. Bunda to'siq bo'lganlarga jihod e'lon qiladi. Takror aytamiz. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni jo'natdi. Nima uchun? Ularning jannat bilan bashorat berib, do'zax bilan ogohlantirishuvchi qilib jo'natdi. Odamlarga Allohning ustida hujjat bo'lib qolmasinki, ey Rabbimiz, bizlarga bir payg'ambar jo'natmabsan-da, biz bunday olamni borligi haqida e'lon qiladigan bir kishini ko'rganimiz yo'q edi deb qiyomat kuni hujjat qilishmasliklari uchun Alloh jo'natdi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bandalariga ularga aql bergan edi. Oldilariga borliqning ochiq kitobini ochib qo'ygan edi. Bu oyatlar hammasi o'zlaridagi insondagi ajoyibotlar, tashqi olamdagi ajoyibotlar Allohning yakkaligiga dalolat qilardi. Aql mantiqiga bo'ysungan kishilar yaratuvchining borligini biladigan kishilar bo'lishligi kerak edi. Haqiqatda ham insoflik, xudosizlar ichida ham yaratuvchi bor demasdan boshqa choramiz yo'q degan e'lon qilayotganlarning soni ko'pdir hozirda ham. Tarixda ham shunday bo'lgan. Lekin Alloh subhanahu va taolo insonlarning bu aqllari va borliq oldilarida ochib qo'yilgan, doim varag'i bekilmayotgan ochiq borliq kitobi bilan kifoyalanmadi. Ularning aqllari saodat yo'lini topisha olmasliklarini Alloh o'zining ilmi azalisi bilan bildi. Bandalarning o'zi yaratgan edi. Shuning uchun payg'ambarlarni jo'natdi. Payg'ambarlar o'zlarining jinslaridan edi. O'zlarining oralarida yashagan kishilardan edi. Lekin payg'ambarlarga bu Allohning bu vahiysi nozil bo'ldi. Odamlarning jinsidan o'zlarining ichida ulg'aygan kishining bularga xolis bir mehribon zot bo'lishligi ularga rahmat edi. Lekin insonlar payg'ambarlarni tanimadi. Bular bizga o'xshagan insonda deyishdi. Agar maloika jo'natganda Alloh taolo ular aytgan bo'lardiki, bu ovqat yemasa, tirikligi bo'lmasa, bola chaqa qilmasa, bunday narsalarni biz qila olmaymiz-da deyishgan bo'lardi. Hatto biror bir tirikligini yurgizib olgan odam, biror bir ishini yo'lga qo'yib olgan odam, odamlarni haq yo'lga chaqirsa, o'zi ishini bitkizib olib, bizni haq yo'lga chaqirib ilm o'qi deyapti, o'zi o'qib olib deyshadi. Agar boshqa jinsdan bo'lganda ular albatta aytishgan bo'lardi. Siz uxlamasiz, ey farishta, siz uylanmasiz, siz farzand bola chaqali bo'lmasiz, siz ovqat yemasiz, siz bu narsalarni aytganingiz bilan bizda unaqa sifatlar yo'q deyishgan bo'lardi. Lekin insonlarga Alloh subhanahu va taolo shunday rahmati bilan o'zlarining ichlaridan chiqqan bir kishini jo'natganligi, ularni o'zlariga o'xshagan bozorlarda yuradigan, kasblarni qilib yuradigan, o'zlariga o'xshagan uxlaydigan, o'zlariga o'xshagan turmush qiladigan, o'zlariga o'xshagan ovqat yeydigan tabiatdagi kishini tanlab payg'ambar qilishligini shukronasini qilish olmadi. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan juda katta bir ilmni olib kelgan edi. Bu ilmga biror bittalardan haq so'ramagan edi. Hatto Qur'oni Karimning qaysi bir varag'ini qaysi payg'ambar haqidagi tarixdagi payg'ambarlar konvorida o'tgan kishilarning xabarlarini o'qilsa, astag'idu billah qul la as'alukum alayhi ajra
men bu da'vatimga biror bir sizlardan haq so'ramayman degan deng deb e'lon qilardi. Hatto odamlar payg'ambarlarga ergashmayotgan vaqtda Sura-i Yosinda mana bir kishi kelib, "Ittabi'u man la yas'alukum ajran va hum muhtadun." Sizlardan xizmat haqqi so'ramayotgan odamga ergashmaysizlarmi dedilar. Dunyodagi hamma odamning yo'lini tekshiring. Hammalari xizmat haqqini ko'zda tutib ish qilishadilar. Ammo islom unday emas. Islom bir ishni qilayotgan vaqtida odamlardan xizmat haqqini umid qilinmas, lekin xizmat haqqini umid qiladi. Bu xizmat haqqini Robbil alamin beradigan xizmat haqqini umid qiladi. Bu jannatni umid qiladi. Mana bu narsa bilan odamlarning haqqa chaqiradi. Dunyodagi hamma yo'llar, hamma kursiga o'tirganlar hammasi moddiy manfaatni ko'zlab turib ish qiladi. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, islomga shunday bo'xtonning qo'yilishligi va islom kishilarining o'zlarining dinlariga zarariga hujjat bo'lishligi juda qattiq musibatdir. Buni din dushmanlari, islomni mukammal bilmaydigan kishilarning yollanma qilib foydalanishganlarda ularning qilayotgan amallarini xunuk qilib ko'rsatishlik, yoshlarning dindan uzoqlashtirishlikka foydalanishganlar. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan juda ham bir komil ilmni lo'nda oddiy qilib va bepul hech qanday xizmat haqqini umid qilmasdan olib keldi. Misoli shunga o'xshaydiki, payg'ambarlar yo'lini aqlim, meni o'zim aqlim yetadi, qabul qilmayman men deyotgan odamlarning misoli shunga o'xshaydiki, dunyo xaritasini ro'barusida turibmiz. Dunyo xaritasida chuqur okeanuslarning belgi bilan uning o'lchab yozib qo'yilgan. Baland tog'larning cho'qqisini ham o'lchab yozib qo'yilgan. Sahrolarning maydoni ham ko'rsatib qo'yilgan. O'rmonlarning ham maydonlari ko'rsatib qo'yilgan. Siz tayyor bu xarita oldida mana eng baland cho'qqi tog' shuncha masofani tashkil qilar ekan. Eng chuqur dengizlar, okeanuslar shunchalik chuqurlikka ega ekan. Sahrolarning maydoni shuncha ekan. O'rmonlarning maydoni bunday ekan. Desiz, bir kishi aytsa-ki, men bu okeanusning chuqurligini qabul qilmayman. Men bu baland tog'ning o'lchovini qabul qilmayman. Mening yonimda o'zimni o'lchov, hatto 10 gaz masofani o'lchaydigan o'lchov asbobim bor. Men buni o'zim o'lchab chiqib keyin tasdiqlayman. Bu baland tog'ni ham o'zim o'lchamagunimcha buni tasdiq qilmayman desa, biror kishi o'rnidan tursa, bu odam aqldan ozib, bu odam kasallangan, asabiy kasallangan odam ekan deyiladi. Biror kishi aytganmi dunyo xaritasini qo'yib qo'ygan vaqtda bunga ishonib bo'lmaydi, o'lchashimiz kerak deb aytmagan. Aytgan odam mabodo bo'lsa majnun odam aytgan. Bu tayyor mabodo o'lchasa, o'zining yonidagi 10 gazlik asbobi bilan o'lchashlikka shu chuqurga kirib, u g'avvoslik ilmini o'rganib, boshqa narsalarni o'rganib, shu chuqurni o'lchab chiqsa, umrining bir qismi o'tib, yoshi agar halok bo'lmasdan salomat qolsa, yoshining bir davrlari o'tib, qarib 10 yil, 15 yil masofada buni o'lchab chiqsa, xuddi xaritada ko'rsatilgandek 10 kilo yoki undan ko'ra ko'proq, tog'ning balandligi bo'lsa ham 10 kilometrga bu yaqinroq masofa bo'lsa, shundan keyin u baribir o'lchaganim bilan ham shunday chiqdi degan insonga o'xshaydi. Payg'ambarlar olib kelgan ilm xuddi bizga dunyo xaritasini chizib qo'ygandek komil ilmdir. Endi u okeanus dengizning chuqurligini o'lchashligini o'rniga uning marvaridlaridan foydalansa bo'lardi.
uning boyliklaridan foydalansa bo'lardi. Mana bu foydalanishlikka islom buyurgan edi. Lekin u umrini zoya qilib, mabodo halok bo'lmasa, o'lchasa shunday bo'lardi. U nodon bilmasdiki, yonidagi 10 gazlik asbobi u chuqurlikka hech narsa bo'lmasligini bilmasdi. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan komil ilmni olib kelishdilar. Bu ilmni odamlar shukr qilib qabul qilishmadilar. Payg'ambarlar mast qiluvchi ichimlik harom deb e'lon qilgandan 1400 yil vaqtni o'tkazgan nodonlar ham bilib qo'yishlari kerak. Payg'ambarlar ularga lo'nda ilmni olib kelgan edi. Oddiy qilib bu mast qiluvchi ichimlik shunday bir misol qilib olib kelganimizda. Shunga o'xshagan oxiratga olib boradigan saodat yo'li, hayot yo'li mana bu Qur'on yo'li degan edi. Lekin 1400 yil kifoya qilmadi bu nodonlarning Qur'on yo'li haq ekanligini bilishligiga. Yana insoniyat ustida uzoqroq bir tajribalarni yurgizishmoqchi. Qur'on yo'li saodat yo'li ekanligini tar olishlik davri kelgan edi. Bu Qur'on yo'li haq ekanligini bilishlik davri keluvdi. Endi insonlar ustida bu tajribalarni to'xtatilishligi kerak edi. Oldingi dinsiz olimlar ham hozirgi insofsiz olimlardan ko'ra insofliroq edi. Chunki ular tajribaga biror bir fazoga bir narsani uchirmoqchi bo'lsa insonni uchirib ko'rmagan edi. Bir hayvonni uchirib ko'raylikki, mabodo nobud bo'lsa ham shu hayvon nobud bo'lsin degan edi. Mabodo bir tajribaga tabobat jarrohlik to'g'risida itni tanlab ko'rgan edi. Mabodo uning yuragini tekshirib ko'raylik deb. Tajriba uchun hayvonlar tanlangan edi tarixda ham. Ammo saodat yo'lini insonlar ustida yurgizishlik mumkin emas edi bu. Saodat yo'li qaysi ekanligi muqarrar edi Qur'oni Karimida. Mana bu yo'lni Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarlar olib kelgan edi. Hammalari yagona ma'budga sig'inishlikka chaqirgan edi. Va shun bilan birga odamlar qiyomat kuni bizga payg'ambar jo'natmabsan-da deb hujjat qilib qolmasliklari uchun Alloh taolo payg'ambarni jo'natdi. Qul falillahil hujjatul baligha. Allohning hujjati quvvatli hujjatdir. Bu hujjat payg'ambarlar o'zlaridagi bu mas'uliyatni his qildilar. Ular Alloh tarafidan hujjat ekanliklarini his qildilar. Shuning uchun dunyo qarshi bo'lsa ham Allohning ko'rsatmasidan zarracha chiqishmadilar. Chunki ularning hayotlari Alloh subhanahu va taoloning bu hujjati edi. Islom buyurgan narsani qilishardilar. Islom qaytargan narsadan qaytishardilar. Har bir harakatlari, uydagi hayotlari, tashqaridagi hayotlari, ibodatlari hammasi zarracha Allohning ko'rsatmasidan tashqari emas edi, hatto yagona qolishganlarda ham. Chunki bu juda og'ir bir mas'uliyat edi. Agar zarracha ular odamlarning xohishi tarafiga yurishadigan bo'lsalar, ular Allohning huzurida qattiq javobgarliklarini his qilishardilar. Undan keyin ulamolarga qoldi. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari. Islom ummatini Alloh taolo shuhado, islomning guvohlari qilib yaratdi. Ashabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mollari, jonlari bilan islomning tirik guvohlari bo'lishdilar. Ular ham bu mas'uliyatni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'rganishgan edi. Bular nihoyat darajada o'zlarining islomni foydasiga guvoh bo'lishligiga qattiq turishdilar. Biz birodarlar islom ummati ekanmiz, Muhammad alayhisalomning ummati ekanmiz deganlar, islomning agarchi foydasiga hujjat bo'la olmasanglar, islomning zarariga hujjat bo'lishligidan Allohdan qo'rqinglar. Hozirgi vaqtdagi ko'p islomdan qaytib ketayotgan, islomni bilmagan yoshlar, ular Qur'onni bilmaydi, hadislarni bilmaydi. Ular islomning olimi degan kishilarga qaraydi.
shu islom deb olimlardagi ahvolni ko'radigan bo'lsa, ular dindan qaytib ketishadi. Nauzubillah. Shuning uchun biz insof qilib aytmoqligimiz kerakki, ey yoshlar, biz islomni bizga qaramanglar, bizda gavdalangan emas islom. Bizda gavdalangan emas, islomning asosi Qur'oni Karim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari. Mana bu narsadan bir o'rganinglar demoqligimiz kerak. Birinchi, musulmon kishi islomning foydasiga guvoh bo'lmoqligi kerak. O'zini musulmon kishi qanday bo'lishligi bilan ko'rsatishlik bilan guvoh bo'lmoqligi kerak. Ikkinchi, xonadoni buni tarbiyasi bilan, oilasining tarbiyasi bilan va qarindoshlarini dinga targ'ib qilishlik bilan u islomning tirik bir gavdalangan shakli bo'lishlikka harakat qilmoqligi kerak. Agarki u biror so'z gapirmasa ham, uning ko'rganda islomni ko'radigan, islom axloqlarini ko'radigan bir kishiga aylanmoqligi kerak. Shundagina u islomning foydasiga guvoh bo'ladi. Shundagina odamlar, biz shu olim bilan yashagan edik, bizni haqqa chaqirmagan edi, biz dasturxonlarimizga chaqirgan edik, biz kishi hurmat qilib yuqorilarga o'tkazgan edik, lekin biror bir kalima islom haqida bizga e'lon qilmagandi. Agar e'lon qilganda biz bu kishini hurmat qilardik, so'zini qabul qilardik deb oxiratda hujjat bo'lib qolmasin, birodarlar. Ana u o'zining xonadoni, oilasini tarbiya qilgandan keyin o'zining hayotida, oilasida islomni mujassamlashtirgandan keyin endi u o'zining ijtimoiy hayotida islomni mujassamlashtirishlikka va boshqalarning ham islomni o'zlarida mujassamlashtirishlikka harakat qilmoqlari kerak. Shundan keyin bu yo'lga qarshi chiqqanlarga u qarshilikni, bezorlikni e'lon qilishligi kerak. Mushriklarga bezor bo'lganligini e'lon qilishligi kerak. Shundan keyin uni shahid qilishsa, endi bu shahiddir. Chunki uning o'limi turgan o'limi gapiryaptiki, men islom yo'lida molimni, hatto jonimni ham ayamasdan islomni o'zimga qiymatbaho narsa ekanligimni isbotlagan shaxsman deb turgandaydir. Nima uchun shahid deyiladi? Shahid guvohdir, hujjat ma'nosida. U endi uning Alloh yo'lidagi berib turgan joni, uni shunday so'zlayaptiki, jasadi, men Allohning yo'lida o'zimning jonimni ham ayamayman degan gapirib turgan shaxsdir. Alloh subhanahu va taolo mana shu yo'ldagi shahidni eng katta mukofotlar bilan mukofotlaydi. Ammo bizchi, tirikligimiz yurib tursa musulmonmiz, kasbimiz yursa musulmonmiz, namoz o'qiyotgan vaqtimizda namoz o'qishligimizdan asli maqsad ham biz tirikligimiz yaxshi bo'lar ekan degan maqsadda o'qiganmiz. Alloh subhanahu va taolo musulmon kishini xor qilmaydi. Bu muqarrar, lekin bu ibodatlar faqat tiriklik uchun bo'lmasligi kerak. Qariganingda biror bir majlisga kirib qolsang, namoz o'qimasang hijolat bo'lar ekansan deb o'qiyotganlar ham yo'q emas, birodarlar. Jasadda mutlaq quvvat qolmagandan keyin, gunoh qilishlikka quvvat qolmagandan keyin shunda namoz o'qiyman deb va'da qilib yurganlar ham yo'q emas. Qarib toat qilur, yigitlik davrini surib, qarib toat qilurman deb savobinga Xudo muhtoj emas deb o'rgatar bordir. Alloh subhanahu va taolo bunday ibodatga muhtoj emas. Biz muhtojmiz shunday ibodatga. Payg'ambarlar o'zlaridagi shu guvohlikni to'la o'tashdilar. Alayhimussalatu vassalam. Ashoblar o'zlaridagi vazifani o'tashdilar. Radhiyallohu anhum ajma'in. Ulamolar shularning merosxo'rlari bo'lishdilar. Tarixda o'zlarining haq vazifalarini o'tab ketgan zotlar yo'q emas, birodarlar.
Ular dunyodagi hamma qiyinchilikni ixtiyor qilishdilar, islomning zarariga hujjat bo'lib qolishlikdan saqlanishlik uchun. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin shunday kishilarga. Bir masala so'ralganida men shunga umumiy qilib javob aytib bermoqchiman. Hozirgi vaqtda folbinlik qilayotgan, o'zini kelajak haqidagi xabarlarni biladigan deb tanitgan kazzoblar ko'paygan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizlarga bunday kazzoblar haqida qanday gumonda bo'lishlikni, ularga nisbatan nima munosabatda bo'lishlikni bizga xabarini berdilar. Ba'zi bu kazzoblar o'zlarining dindor kishilar deb turib boshlashadilar. Allohning kalimasini ham gapirib boshlashadi va keyin undan keyin o'zining zaharini o'tkazadi. Ba'zi bir kazzoblar xudosizlar. Ular dinni tan olmaydi, lekin ular kelajak haqida xabar beradigan kazzoblar vujudga kelgan. Ular haqida mu'min kishi qanday munosabatda bo'lishligi kerak? Xususan infial quvvati, ya'ni ta'sirlanishlik ayollarda erkaklarga nisbatan Alloh subhanahu va taolo ta'sirlanishlikni ularga ko'proq berdi. Chunki ular farzandlarning tarbiya qilishlik uchun ulardagi aqldan ko'ra ham infial ta'sirlanishlik ko'p bo'lmoqligi kerak edi. Chunki men shu yerda kengaytirib bo'lsa ham aytishga tushuntirishlik uchun aytaman. Bolaning 2 yosh, 3 yoshgacha bo'lgan tarbiyasi aqldan ko'ra tez ta'sirlanishlik quvvatiga muhtojdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ayollarga shu quvvatning mislsiz darajada berdi. Erkaklarda bu boshqarishlik quvvatiga aqlga ko'ra ko'proq muhtoj bo'lganligi uchun ayollarga nisbatan aqlni ko'proq berdi. Masalan, bir bolani bir narsa yeyman deb talab qilsa, darrov u ona darrov olib beradi. Chunki unda u so'zdan ta'sirlanish quvvati kuchlidir. Shu vaqtda bola o'zgaruvchan, yemayman bu narsani desa darrov qaytarib qo'yib qo'yadi. Agar yana yeyman desa darrov yana olib beradi. Yana yemayman deb takrorlasa yana olib qo'yadi. Onaga malolat paydo bo'lmaydi. Chunki bolaning so'zi bilan ta'sirlanish quvvatini Alloh subhanahu va taolo ko'p berdi. Ammo shu munosabat otaga qilinsa, avvalda olib bering desa olib bermaydi. Olib bersa, ikkinchisida yemayman desa meni ovora qilding deb uradi. Shu bilan bolaning qalbida tugum paydo bo'ladi qarshilik bilan. Ammo onaning orqali bo'lgan muomala bilan mehr paydo bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo onani farzand ko'rishligi bilan bolaning shaklida qilib qo'yadi agar aqlan olib ko'rsangiz. U go'yoki jasadda farq qilsa ham mehrda, aloqada ikkita bolaga o'xshab qoladi. Chunki bolaning 2 yoshlik, 3 yoshlik tarbiyasi, xususan 6-7 ga kirguncha bo'lgan tarbiyalar bunga juda ham ko'p muhtojdir. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun onani murabbiya qildi. Buni tarbiyalashlikka butun forig' bor bo'lsin deb otani bunga xizmatkor qilib qo'ydi. Shuning uchun ayollarni din dushmanlari jamiyatlarning buzishlikda ularning ta'sirlanishlik quvvati ko'p bo'lganligi uchun ayollarning o'zlariga qurol qilib oldi. Bularning yomonlik bilan tez ham ta'sirlanishligini bilgan dushmanlar ularning yomonlik tarafiga moyil bo'lishlik erkaklardan ko'ra ko'proqdir. Ularning yomon yo'llariga o'rgata boshlashdi. Ta'sirlanishlik natijasida ular tezda yomon bo'la oldi. Biz agar yaxshi narsani haqiqatini tushuntirsak ham bizdan ular o'tib ketadi. Men nasihat qilamanki, opa-singillar, sizlar yomonlik bilan ta'sirlanishlikdan ehtiyot bo'linglar. Shuning uchun ham folbin chiqdi desa, biror bir kazzob paydo bo'lsa, erkaklardan ko'ra ayollar ko'proq borayotganligini ko'rasiz.
qaysi bir narsaning tayini yo'q narsa bo'lsa ham, tayini bo'lgan narsa bo'lsin, shularning darvozasini oldida ayollarni ko'p ko'rasiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilindiki, "Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Kim o'zini bilag'on deb kelajak haqida gapiradigan odamning oldiga borsa, qalbinmi, uni ati boshqami, o'zini nima deb nom qo'ygan bo'lsa qo'yaversin, kelajak haqida xabar beradigan odamning oldiga borsa, undan biror bir narsani so'rasa va tasdiqlasa, namozi 40 kungacha qabul qilinmaydi. Aksar borayotgan odamlar namoz ham yo'q ularda. Haqiqatda ham bu so'z namozxonlarga, namoz o'qimagan kishilarning bu haqda nasihat qilishlikka ham noloyiqdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildilar: "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi vasallam." Kim bir folbinda oldiga borsa, uni gapirgan gapini tasdiqlasa, Muhammad alayhisalomga tushirilgan Qur'onga kofir bo'lib tushadi. Biz shu masalalardan boshqa bir Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanlarki, "Ma ara man fa'ala zalika lahu 'indallohi min xalaq." Shu ishlarni qilgan odamlarni Allohning huzurida ulushi bor deb bilmayman degan ekanlar. Allohning huzuridagi narsalardan mahrum bo'lgan odamlar. Biz Alloh taolo bunday kazzoblarning oldiga borishlikdan mustag'ni qildi musulmonlar. Bularga shu so'zni aytsangiz, ba'zi so'zlari to'g'ri chiqib qoladi-yu deydi. Men shu yerda aytishlikka men bu yerda noloyiq edi bu gap. Aksar odamlardan bularning kazzoblarning uslubi shu bo'lsa kerak. Bir odam borsa, albatta uning do'sti dushmani bor. Aytadiki, ular kazzoblik bilan bay. Sizning ikkita dushmaningiz bor ekan. Bittasi kuchliroq ekan, bittasi undan ko'ra sal pastroq ekan. Doim sizga bir zararni ko'rib yurar ekan. Odam hayotda dushmansiz yashamaydi. Bu bildi haqiqatda deydi. U dushmaningizni darvozasi ko'chaga qarab turar ekan deydi. Hatto u sezmay qoladiki, hamma dunyodagi darvoza ko'chaga qarab turishligini ham sezmay qoladi. Bular faqat bir kazzoblik uslublari bilan. Bir odam bir narsasini yo'qotgan bo'lsa ham shu yerga boradi. Odamni Alloh subhanahu va taolo imtihon qiladi shu narsalarda. Shuni yaxshi bilishimiz kerakki, bir narsani o'g'irlatgan bo'lsa ham albatta bir siz bilan ham tavo bo'lib yurgan odam ekan deydi. Shun bilan siz o'zingizni ham tavolaringiz bilan adovat paydo bo'ladi. Bular faqat kizibni o'zi bilan birga kifoyalanishmaydi. Bular bo'xton, tuhmat odamlarning o'rtalarini buzishlik bilan bo'ladi. Bunga dinsiz, o'zini dinsiz deb e'lon qilganda ajabmas edi birodarlar. Ba'zilar o'zlarini musulmon so'piman deb turib e'lon qiladi. Bularda iymon qolmaydi birodarlar. Uni oldiga borgan kishilar Qur'onni inkor qilgan kishilargina boradi. Buni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizda ham duo talab bo'lgan kishilarni ham Alloh taolo hammalarini maqsadi shar'iylarni bersin. Alloh taolo islomga zid bo'ladigan narsalardan Alloh o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taolo bu darsimizdagi mana aytib o'tgan islomning foydasiga bir hujjat bo'lishadigan kishilardan, musulmonlardan bo'lishlikni Alloh nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril magdubi alayhim validdallin. Mana inshaalloh bir e'lon qilgan edik. Fursati bo'lgan kishilar ovqat yeyishni ham o'rgatadilar. Kul biyaminika dedilar bir kishiga. Va kul mimma yalika dedilar.
bir bola qo'llaridan ovqat olayotib chap qo'li bilan yeyotganda aytdilarki, o'ng qo'ling bilan yegin dedilar. Ovqatni o'zingni oldingdan olgin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir mehribon bir ota edilarki, hatto bu yerda aytishimiz kerak bo'ladi, mustahab qilishlarda ham o'rgatardilar. Shunchalik ummatga mehribon edilar. Ummat nima narsaga muhtoj bo'lsa, shu narsani so'raydigan kishilarni Alloh yaratdi. Ular orqali bizlarda tarixda shu narsalar qoldi. Men ham shu yerda bir oddiy narsa bo'lsa ham gapirishlikka majbur bo'ldim. Bizga ba'zi taraflardan bir gap yetdiki, ichkari tarafda gilomlar solingan, to'shaklar solingan, tashqaridagi kishilar bo'lsa bir qavat jaynamozda namoz o'qishyapti. Shuning uchun bir adolat qilishlik uchun shu to'shaklarni tashqariga olib chiqib solsak degan fikrlar ham bizga xat yozilibdi. Men shularga bir aytmoqchiman. Shu yerda o'tirgan kishilarning eng kambag'allarining uyida 10 ta to'shaklari bor. Hammalarining jaynamozlari bor. Va shu bilan birga yetarli narsalar bor. Eng kambag'allarni hisobga olayapman. Shu kambag'al bo'lgan kishilarning nazarda tutib aytganda shunchalik narsalari bor. Endi bir haftada juma o'qilayotgan vaqtda juma namoziga yaxshi bir joy namozlarni qilib, iloji bo'lsa bir gilom joy namozlarini hozirlab, shuni ko'tarib kelinsa ham adolat bo'laversa kerak deyman. Mabodo bir kishining uyida joy namozlikka yetadigan narsasi bo'lmasa, agar kelishsa biz joy namozlik beramiz shu odamga. Shuning uchun juma kuniga kelayotgan otaxonlar, birodarlar, ukalarimiz iloji bo'lsa 2 kishilik joy namoz ko'tarib kelishib, bir chiroyli joy qilib o'zlariga yonida biror kishini ham chaqirishlikka imkoniyatli qilib shu joy namozlarni qilib olishsalar, menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Meni hozirgi shu savolga javobim shu deb bilaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ba'zi pullar borki Allohning yo'lida sarf qilasiz. Ba'zi pullar borki miskinga sarf qilasiz. Ba'zi pullaringiz borki buni Allohning yo'lida jihodga sarf qilasiz. Ba'zi pullar borki o'zingizga sarf qilasiz. Oilangizga sarf qilasiz. Shu pullarning sarf bo'layotgan pullarning eng afzali o'zingizga sarf qilganingiz dedilar. Men shu hadisni nima uchun birovlarga berilgan puldan ko'ra, sarf qilingan sadaqotlardan ko'ra o'ziga sarf qilingan sadaqot afzal ekan deb qalbimda shubha bo'lib yurardi. Agar har bir kishi o'ziga sarf qilsa, o'zini yetarli qilib olsa, jamiyatda birovga yuk bo'ladigan odam qolmaydi, birodarlar. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ziga sarf qilish degani birovga hech muhtoj bo'lmay yuradigan holatni tashkil qilishlikka targ'ib qildilar. Haqiqatda ham Allohning yo'lida jihodda sarf bo'lgan puldan ham o'zini birovga muhtoj qilib olmaydi, muhtoj qilmay yurgan kishining bu ajri baland ekanligi namoyon bo'ladi. Agar har bir kishi o'zini birovga muhtoj qilmaydigan bo'lsa, unda jamiyatda hech birovga yuk bo'ladigan odam qolmaydi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dinarun anfaqtahu ala nafsika, bu o'zingizga sarf qilgan pul eng afzal pul dedilar. Endi shu eng afzal yo'lga sarf bo'lmagan mol nima mol u? Shuning uchun o'zimizga hech bo'lmasa sarf qilib yurishlikni o'rganaylik. Bu narsa bir jami madrasa masjidida alhamdulillahi robbil alamin biz namozxonlarni hammasini joylarini hozirlab qo'yishlikka fidoi bo'ladigan kishilar vositasi bilan shu joy namozlarni solib shunday qilib turilibdi. Lekin shu bir o'zimiz ham o'ylab ko'raylik, o'zimiz uchun kerak bo'ladigan narsani juma namozida asqatmasa, bir narsani uyimizdan tanlaylikki, qiyomatda javob bermaydigan narsam shu bo'lsa kerak deydigan. Men shu so'zni ancha vaqtdan beri aytishdan tortingan edim. Lekin shuni aytishlikka majbur bo'ldim. Bir narsani tanlaylik,
qiyomatga shu narsa haqida inshaalloh men javob bermayman. Chunki juma namozida o'zingni farzingga solib o'tirgan edim shu narsani deyman. Deydigan bir narsani bir tanlab qo'yaylik birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham molimizni o'zimizga sarf qilib birovga muhtoj bo'lib yurmaydigan kishilardan qilsin. Mo'minlar, Alloh subhanahu va taolodan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqish bu hamma yaxshilikni asosidir. Shun bilan birga Alloh subhanahu va taoloning hakim, hikmatlik bandalari bo'lishlikka harakat qilinglar. Alloh subhanahu va taolo hikmat bergan kishilarni o'zining xos bandalari ekanligiga ishora qilib, Estaizu billah, yu'til hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera va ma yadhakkaru illa ulul albab. Hikmatni Alloh o'zi xohlagan bandasiga beradi. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, ko'p yaxshiliklar berilibdi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga ko'p ilm berdi. Bu faqat ilmni boshqaradigan bu aqlni ham berdi. Aql bilan ilm boshqarilishligi bilan hikmat vujudga keladi. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan payg'ambarlar bashariyatning eng hakim kishilari bo'lib aylanishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hikmatni o'rganishlikka targ'ib qildilar va shunday kishining havas qilib, hatto qattiq bir orzu qiladigan shaxslarning ikki kishining bittasi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, la hasada illa fisnatayn, rajulun atahu Allohu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair va rajulun atahu Allohu al-hikmata fahuwa yaqdi biha va yuallimuha an-nas. Ikkinchisi, Alloh subhanahu va taolo bir kishiga hikmat bergan bo'lsa dedilar. Ilmgina demadilar, hikmat bergan bo'lsa dedilar. Chunki ilm bir narsaning bilishda aytiladi. Hikmat bo'lsa bilgan narsasini o'rnida ishlatishlik deb aytiladi. Hikmat berilgan bo'lsa, u hikmatga bu amal qilib yursa va odamlarga bu hikmatni o'rgatib yurgan bo'lsa, shuni ham havas qilsa bo'ladiki, Xudoyo menga ham hikmat bersang, shu hikmatga amal qilib yursam, odamlarga o'rgatsam deb havas qilishlik, hatto hasadga o'xshab ketadigan darajada havas qilsa bo'ladi dedilar. Hasad bilan orzuning farqi shuki, hasad bir kishidagi bir ne'matni ko'rib, unda yo'q bo'lishligini orzu qilib, o'zingizda bo'lishligini orzu qilsangiz, buni hasad deydi. Bundan shariat man qilgan. Lekin orzu qilishchi, unga beribdi Alloh taolo, unga qo'shib menga ham bersin deyishligini orzu deyiladi. Mana bu bedagi la hasada illa fisnatayn ma'nosi, bu hasad bu shunday orzu ma'nosidir. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalaridan Luqmonul Hakimni zikr qildiki, biz bu kishiga hikmat berdik deb Alloh taolo Luqmonul Hakimni Qur'onda yod qildi. U kishining hikmatliklaridan, hakimliklaridan bitta belgisi, hozir bu yerda o'tirgan otalar hakim bo'lishliklari uchun qanday oilada munosabatlari bo'lishlari kerakligini Luqmonul Hakimning farzandlariga qilgan nasihatlaridan o'rgansak bo'ladi. Alloh taolo Luqmonga hikmat berdik deb u kishining farzandlariga qilgan nasihatlardan bir necha narsani zikr qiladi. Shundan bittasini aytamizki, ya bunayya aqimis solata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur deb nasihat qildilar. Shun bilan u kishini hakim deb Alloh yod qilyapti. Ey aziz farzandim dedilar, namozni barpo qiling dedilar. Namozni barpo qilishlikka buyurmagan ota hakim emas, hikmatdan mahrum bo'lgan otadir. Ma'rufga buyuring, yaxshi ishlarga qilibla o'zingiz cheklanib yuring demadilar. Yaxshi ishlarni o'zingiz qilib boshqalarni ham buyuring dedilar. Va munkar ishdan tiyilganim kifoya deb yurmang, boshqalarni ham munkardan tiying dedilar. Shuni ham eslatdilarki, namozni barpo qilish, yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarishlik
dunyoda boshqa ko'p musibatlar yetishligiga sabab ham bo'lishi mumkin. Shunda boshingizga yetgan musibatlarga sabr qiling aziz o'g'lim dedilar. Ota o'g'liga mehribon bo'ladi. Bundan boshqa kishi otasidan mehribonroqman desa xato qilgan bo'ladi. Ota mehribonligi haq yo'lga buyuring, boshingizga musibat yetganda sabr qiling, bu jiddiy ishlardan aziz o'g'lim degan so'zni ham aytishlik bu farzandga bo'lgan mehribonlikdir. Biz ham bilamizmi shunday mehribonlikni birodarlar? Biz tinch bo'ling, yaxshi zarar yetkazmang deb shunday dedi. Men shu yerda bir Allohning yo'lida da'vat qilgan bir kishini eslab o'tmoqchiman. Bu kishi aytadiki, meni Alloh subhanahu va taolodan dadam davlatman edi. Ko'p davlat egasi edi. Hammasini Allohning yo'liga sarf qildi-da, ey aziz farzandim, Allohning yo'lida da'vatchi bo'ling. Allohning yo'lida haq yo'lga chaqiradigan kishidan bo'ling. Duo qilardilarki, Xudoyo mening farzandlarimning moli davlatini kunma-kun qilgin deb duo qilardilar. Hech qaysi ota o'zining farzandini kunma-kun yashasin deb duo qilgan emas, magar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining oilalarini Allohumma ij'al ala quti Muhammadin kafafan deganlar. Muhammad alayhisalomning oilasidagi kishilarning kunma-kun yashaydigan qilgin deb Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qilganlar va meni dadam bizni haqqimizga duo qilganlar. Boshqa hech qaysi ota o'zining farzandlariga bunday duo qilmagan. Hammalari baxt saodatli bo'lsin, moli ko'paysin deb duo qiladi xolos. Mening dadam shunday duo qilganlar, shu dadam bilan faxrlanaman dedilar degan gapini bir eslatmoqchiman. Mana bunday hakim otalar bizning davrimizda ham bor birodarlar.